Assalomu alaykum qadrli sog'mi-salomatmisizlar. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Qilchanoq. Assalomu alaykum. Yo'l patrul inspektori orqali savro olmoq qilaysiz. Charchamayapsizmi? Amansiz keladirmisiz? Hujjatlarni adim qo'ysangiz bir ko'zdan kechirasiz agar hujjat tekshirish maqsadida to'xtatib sizni. Adim qo'yamiz sizlar. Qalamni planshet telefon olmoqda harakat qilamiz. Yo'l inspektori orqali savro olmoq xizmat haydovchi. Charchamaysizmi? Amansiz hujjatlarni adim qo'ysangiz, hujjat tekshirish maqsadida to'xtatib suhbatimiz video yozuv olib bormoqda. Ya'ni body kamera nazoratida hurmat haydovchi. Taqdim qilamiz, hujjatlar joyida bo'lsa, sizni bu vaqtda so'masga harakat qilamiz. Nodirbek og'ami? Tamam bo'lgan. Ya'ni 2013-yil avtotransport ishlab chiqarilgan, lekin 2024-yilda tamam bo'lgan. Hujjatlarga adim qo'ysangiz, agar bo'lsa, qog'ozda texnik ko'rimiz bo'lsa, ta'lim qilmasa, agar bo'lmasa shu ma'lumotga asoslanib men ma'lumotga asoslanib sizga bayonnoma tuzishga majbur bo'laman. Agar siz texnik ko'rimizni yaqinda agar ba'zan tushunmay qolmasa, qog'oz o'ylab ta'lim qo'ysangiz mumkin. Ya bu yo'q. Barmak basarız. Yarım onu aşkı mecbur emasmiz deydi. Bu hurmat inspektor aslında o boyunca iş tarafı buldunuz. Ma'muriy, ya'ni majburiy avtotransport 15 avtotransport 2013-yilda ishlab chiqarilgan bois, ya'ni 10 kun 125-sonli qaror bor, texnik ko'rikdan o'tish tartibi to'g'risida bajarilmoqda bo'lmasa, shu qaror bo'yicha buga, ya'ni 10 yilga ishlab chiqarilgan bo'lgan avtotransportlar 10 yilda texnik ko'rikdan o'tishadi. Bu talabini bajarmagan uchun, ya'ni 2013-yilda chiqarilgan avtotransport 10 yil bo'lgan, hamda bu texnik ko'rikdan o'tmagani bo'yicha biz tegishli tartibda Ma'muriy javobgarlik kodeksining 125-moddasi prim 1 qismiga asosan bayonnoma Rasmiylashtirdik. Ma'lumot, salomat bo'ling. Bir bir xatonni maraj qaşib bergan yo'qlar. Çıkan boza yatkıda emas, yatkıda boza o'zimiz aparib yatkızamiz. Yo'q, o'zi yilda bir davolanaman-dan shu. Shu yerimda Astraxon bor, Astraxandrozim borda. Endi beraman, olmaz. Ha. Ya bo'ldi bularda. Normalmi? Voy, to'la desam, to'layman, o'ylasa, jonim sovulib. Ya, ayapa, siz просто mazam qancha turibdi degandan keyin chaqirib o'tib bizga. Sizga shu yerda bor. Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani 4 trassa bo'yida xizmatda vaqtimizda Damas markali 95X475 OA bo'lgan avtotransport to'xtatganmiz. Haydovchi avtotransport egasi davlat chiqargan sababli qashda turgan umr yo'ldoshini berib kelayotgan avtotransportda. Shu sababdan mazasi qashda turgan sababli bir safar ichga tushib arasida. Shifasini bersin, yaxshi bo'lib ketsin. Mazasi qashib turganligi sababli sistemimizni erini turmush o'rtog'ina mashinani berib bersinlar. Yıllarga Çerknoy'da uylanib, mazam qaçib yatır edi. Hammasine rahmat aytamiz. Yo'l patrul inspektor xodimlarini yine insonparvarlik birinchi o'rinda turdi. Rahmat inspektorimizga rahmat, tashakkurlar bildiramiz. Vaziyatni tushuntirib sestralarimizni shuni o'zini turmush o'rtog'ina mashinalarni berib mazam qashib turganini yibadilar. Bu paxta qo'yish emas, balkim deb tushungan bo'lsanglar kerak.
skoriyalarni chaqirib, yine как положенный Hujjatlarni tekshirib qo'yaylik. Dokumentlar sağdan kim ketdi? Damazını evakuator yükledir. Ölmezsen sen to'xtatding mı? Nov bo'yicha deb aytib. Nov bo'yicha ketadi. Qidiruv degan Damaz. 50 qala tumani A380 yo'lda Damas avtomashinasini irk tekshirganimizda hujjatlarini MIB tomonidan qidiruvda ekanligi ma'lum bo'ldi va avtomashinani vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga yuboryapmiz. Gördün. Hujjatlarni ko'rib qo'yaylik. Hurmatli haydovchi. Hujjatlarni tekshiryapmiz. Hech qanday narishinangiz yo'q. Faqat hujjatlarni tekshirib, qarzdorliklaringiz yo'qmi? Tekshirib ko'rib qo'yishimiz uchun. Sizdan bo'layotgan muloqotimizni audio video yozib olyapmiz. Agar bizdan arzu olayotgan bo'lsa, sizdan yuqori turuvchi o'ringa murojaat qilsangiz bo'ladi, bemalol. Dokumentlarning hujjatlarni joyida ekan, yaxshi chiqarganingizda oq yo'q. Dokumentlari sağdan Murat'ın ketdi. Yurtdoshlar, yana bir narsani aytib o'taman. Bizda 4 yilda kirdi chiqdi xizmatlarimiz bor. Moskvaga yana ham yuk tashish xizmatlari bor. Moskvadan O'zbekistonga. Ya'ni odam girdi chiqdi granitsa xizmatlarimiz bor. Yurtdoshlar, shu nomerlarga murojaat etsanglar bo'ladi. 4 yil info kanaliga kelsanglar batafsil tushuntirib o'tadi. Ya'ni Instagramda kirdi chiqdi xizmati deb o'zimni shaxsan o'zimning profilimdan bor. Bemalol kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Yuklaringiz bo'lsa oldirsanglar. Telefondan shuni yuklarim bor desanglar ham olib kelib beradi. Nomerlari yozilib turibdi. 8925 157 60 60. Lazzat qilib murojaat eting.